Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaluddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifeler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün Suyuti Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu'nunki bey'attin keyin, yani Müslümanlar bey'at berip bolgandan keyin Medine'de okugan tunji hutbasini bayan qilmoqchi. Hutbatu Siddiq radiyallahu anhu ba'dal bey'a ve qala İbn İshaq fi sira haddesani az-Zuhri وقال حدثنا أنس بن مالك قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. İbn İshaq özün Sira namlı kitabıda bana Zuhri degan alim bayan qilgan. Zuhri deganmi hamda shu Muhammad ibn Muslim Shihab Zuhri. Bu kishi eng cho'ng buyuk allomalarniki biri. Bu kishi bana Anas ibn Tabi'inde hem Anas ibn Malik bana hadis bayan qilgan deydi. Anas ibn Malik sahabe. Abu Bakr Siddiq Saqif'te beyat qilingan vaqtida, yani sarlarniki bir Saide cemaatininki uyda bu. Hozirgi Masjid Nabiyninki g'arbiy tarafga to'g'ri keldi bu joy. Shu yerda bayat qilinib, aytsa endi Abu Bakr Rasulullohning munbarga chiqib o'tirib, Umar roziyallohu anhu Abu Bakrdan burun gap boshladi. Allohga hamd sano aytib bundoq dedi. Allah Taala sizlarning bu ishinglarni, hokimiyatinglarni eng yaxshi kishiga to'plab berdi. Bu payg'ambarimizning eng büyük hamroyi bo'lgan, g'ordagi ishkaylarning ikkinchisi bo'lgan bir kishidir. Shuning uchun qo'polni bayat qilinglar dedi. Hammasi Abu Bakrga umumyuzlik bir bayat qilishdi deydi. Saqif bayatidan keyin. Avval birinchi kuni Rasululloh o'lib ketgan kunsi Saqifda bo'ldi, ansarlarning uyida o'ylisda. Undan keyin ertasi shu masjidda umumyuzlik cho'ng bayat berildi. Ondan Abu Bakr gap qilib Allohga hamd sano aytib bundoq: "Ey xaloyiq, men sizlarning bu ishingizga ega bo'lib qoldim, men hokim bo'lib qoldim. Sizlarning yaxshinglar emasman. Agar yaxshi qilsam menga yordam berib qo'llanglar. Agar yomon qilib xatolashib qolsam meni tuzlanglar" dedi. Ya'ni men fikr erkinligiga yo'l qo'yapti-da. Rostchilik omonatdir, yolg'onchilik xiyonatdir. Sizlarning ichinglardagi zaif, ojiz odam mening nazarimda kuchlik. Uning haqqini inshaalloh appagan qadar Əppirmə. Sizlərinin işinlərdə küçlük adam mənim nəzərimdə acizdir. Onundan haqqını yulub ilib egisiga qaytırıb birmən. Bir qavm Allah yolunda cihatını, kürəyişini tərk etməydiken, tərk etibli qalsa Allah ularını xarlıq bilan sınaydı, ya xarlıq bilan urdu deydi. Bir qavmda yaman, buzuqçılıq işlər aşkar taqılğan vaqtida ularni umumyuzlik balay afat qoplaydi. Men Allah'ın Rasuluga boysungan vaqtimda menga boysuninglar. Allah'ın Rasuluga men asi bo'lganda menga boysunmanglar. Devat. Bu yerki taat veliyul amr, yani bu yerda boshqa bo'lgan boysunush cho'qim shu. Allah'ın Rasuluning Qur'on Karim hadisniki ko'rsatmasiga boysungan vaqtida boysunmiz. Undan boysunmagan vaqtida onun boysunish yo'q deydi. Shuning uchun qo'panglarni namozinglar, namoz o'qinglar, yarhamukumulloh, Alloh sizlarga rahim qilsin dedi. Mana bu tunji qitim o'zi xalifa bo'lib, cho'ng podshoh bo'lib so'zlagan xutbasi mushu. Mana bu islomniki asosi Abu Bakrniki bu so'zi. Endi xalq bilan, fuqaro bilan hokimiyatniki orasidagi bo'lgan munosabat mushu doirada bo'ladi endi. Musa ibn Aqaba o'zining Mag'azi nomli kitobida Hokim Sahih degan bir nimada hadisda Abdurrahman ibn Avf'dan hadis bayon qildi. Abdurrahman ibn Avf jannatdan bishorat bergan 11 sahabining biri. Uning ustiga eng cho'ng katta boylarning biri. Bundoq dedi. Abu Bakr Siddiq xutba o'qib bundoq dedi. Men hech qachon bir kun kechar kunduz hech vaqt men bir amirlikka, bu hokimiyat ishlariga yeris emasdim. Buni hatto men talab qilib boqmagan. Allohdan mayli yo'shirin mayli oshkor so'rab boqmagan. Lekin men fitnimdan bek ansiraytdim. Endi bu hokimiyatda menga bir rohat yo'q. Men haqiqatan büyük bir cho'ng bir ig'ir mas'uliyat va bir ishqa mas'ul bo'lib qoldim. Endi Allohning fazli kuch berishi bilan faqat mening qudratim yetadi. Bo'lmasa mening taqatim yetmaydi deb mundami degan dedi. Ali bilan Zubayr shu vaqtida mundoq deb masjiddagi xutbada.
biz endi açığımız kelmedi fakat endi biz bu maslahatdan biz yiroq qilindik. Biz maslahatimiz qatnashtirilmadik. Shuning uchun misal bizniki ko'nglimiz bearam bo'lib qoldi. Biz lekin Abu Bakrning kishilarning buningga eng haqli ekanligini bilamiz. Onun ustiga o g'orda Rasulullohga hamrohi bo'lgan, onun sharifini, yaxshiligini bilamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyat turib bu namozni o'qib berishga buyurgan. Albatta Abu Bakr haqli buningga deb bulumi o'ziniki ko'z qarashini bu yerda bayon qilib o'tdi. İbn Sa'd İbrahim at-Taymiy'den rivayet qilib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan vaqtida Umar Abu Ubayd ibn Jarrohni qashib ketdi. Kelib dediki, "Men sana bayat qilay, qo'lingni ocha" degandikan, chunki sen Rasulullohning tili bo'yicha mush ummatniki bir omonatdor odami debdi. Degandan Abu Ubayda Umarga debdi. Bu musulmon bo'lgandan tartib sening hech qachon bir fikringniki mundaq bir passiv yoki töven holat fikr qildigan ko'rib boqmagandim. Bu sizlarning ichinglarda Siddiq, Abu Bakr tursa, bu ishkayli og'irdik ishkaylarning bir ikkinchisi tursa, menga bayat qilamsa degan shundoq dedi. Al-Fahha degan bu yerda ra'yning aytdi. Xunik fikr yormas fikir qildigan odamlarga qartilgan so'z. Endi Ibn Sa'd Muhammaddan bayon qilib Abu Bakr Umarga mundaq debdi. Qulog'ini ochqin men sana bayat qilayli degan vaqtida Umar bu kishiga sen mendan yaxshi debdi. Abu Bakr uning debdi sen mendan kuchlik debdi. Demak bu yerda sahobalar bir-birdagi xislatni, ortiqchilikni oldida, ko'z oldida da'vatida mamnunlik bilan. Umar dediki, "Mening kuchim sana, sening fazling bilan. O'zaro biz o'rtaq harakat qilamiz demoqchi mana bu gapni. Shunlar bayat qilgan debdi." Endi Imom Ahmad Hamid ibn Abdurrahman ibn Avf'dan bayon qilib, Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'lib ketgan vaqtida Abu Bakr Madinada bir turkum kishilar bilan birga edi dedi. Yani Payg'ambar o'lib ketgan vaqtida shu Aliya debmiz Madinaga, shu janubiy tarafdagi 5 kilometr kildan jiroqlikdagi bir yerda shu vaqtda bir ayolni o'lib ketgan. Shuni demoqchi bo'lsa kerak. Kelib Rasulullohning qiziga kelib yuzini ichib, suyib ketdi Rasulullohni. Rasululloh o'lib ketgan vaqtda, "Ota-onam sana pido bo'lsin ya Rasululloh. Mayli sen hayot vaqtingdan, mayli sen o'lib ketgan vaqtingda nima degan xushbo'y" deb shundoq degan dedi. Muhammad alayhisalom o'lib ketdi, Ka'baning Parvardigori bilan qasam deb so'ziniki oxirini bayon qilib o'tdi. Bu vaqt bir qism sahobalar hatto e'tirof qilgan, unmagan bu albatta Umar roziyallohu anhu Rasululloh o'lib ketdi degan kishilarni qo'g'lab yurgan. Bu yerda Rasulullohga bo'lgan sevgi bularning aqlini bir xil gangirtib qo'yganda, lekin Abu Bakr tamkin qiyofatda bu so'zni o'ttirg'ilib chiqqan. Ya'ni shunday deydi, Abu Bakr va Umar bir-birini yo'tlishib, ularning qashiq keldi. Ya'ni ansarlarning qashiq keldi. Abu Bakr gap qilib ansarlar haqidagi oyat hadislar bo'lsin, hammani so'zlab o'tdi. Ve mundaq dedi. Bilisizlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Eğer kişiler bir jilg'ida ensarlar yani bir jilg'ida maqsa, men ensarlarning manga yo'lda maqatdim degan. Sa'd sen bilasan-ku, Sa'd degan Sa'd ibn Ubada, bu ensarlarning shu vaqtdagi oqsoqili. Bu xalifa nomzodi shu vaqtdagi. Sen o'ttag'an oltinni shuna degan. Qurayshlar bu ishning egisidir. Kishilarning yaxshisi yaxshi odamlarga ergishidir, yomonlar yomon odamga ergishidir deb shunaq degan. Degan vaqtda Sa'd shu vaqtda rost deding. Biz vazirlar, sizlar amirlar deb yana yo'l qo'ygan. Asakir Abu Sa'id al-Khudri rivoyat qilib, Abu Bakr bayat qilingan vaqtida kishilarda bir xil, ba'zi bir qism kishilarda yoqtirmaslikni his qildi, chiroy ifodasidan. Va mundaqda xaloyiq sizlarni nima bundaq holatga kelib qo'yayotdi? Nima bo'ldingiz sizlar? Sizlarning bu ishga nisbatan men eng loyiqinglar emasmidim? Tunji musulmon bo'lgan emasmidim? Manda emasmidim deb o'ziki bir qism Rasululloh degan xislatlarni bayon qilib o'tgan deb mundaq bayonlarni kelgan. Endi Imom Ahmad Rafi'at Ta'idin rivoyat qilib, menga Abu Bakr o'zining bayit haqida gapirib berib va ansarlarning Umarning degan gaplarini deb mundaq dedi. Menga bayat qilgachqa ulardan bayatni qabul qildim. Agar unda bo'lmagan ahvol ostida bir fitna ig'voning bo'lishidan ansirdim. Masalan, uning keyinda murtad masalasi yuz berdi-da, bu bir cho'ng siyosiy harakat Arab yarimorlarga. Endi Ibn Ishaq, Ibn Aiz Mag'azi nomli kitobda rivoyat qilib, bu kishi Abu Bakrga mundaq debdi. Bu sen o'zing kishilarning ishlariga yana o'zing xalifa bo'lding, lekin meni bu yerda ikki odamning orasiga amir bo'lashdin, bir boshliq bo'lashdan cheklading ya. Bu nima gap deb so'ragan vaqtida
Ben bununla hiç qanday çağrı tapamagandım. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'daki ümmetinin arasında bir teprekçilik, bir ixtilafның bop qilishidin ensirlep, şunu mecburen qabul qilgandim deb mundaq mı cevap bergan? İmam Ahmed Qays ibn Abi Hazim'de rivayet qilib, bu kishi mundaq deydi: "Men bir Rasulullah vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiqning qishini o'tlagan edim. Shu bir oy o'tgan vaqtda bu qissalarni bayon qilib, endi kishilarni bir jakarcha avatdi. As-salatu jami'a deb, ya'ni umum top namoz va deb. Mana bu musulmonlar o'qilgan tunji namoz edi, ya'ni salatu jami'a deb. Rasulullah vafot bo'lgandan keyin kishilarning hammasi to'plangandan keyin munbarga chiqib mundaq dedi: "Ey xaloyiq", Abu Bakr dedi. Yani bu ishqa mendan boshqa bir adam mas'ul bo'lgan bo'lsa yetarkan, shundoq bo'lishini to'liq yaxshi ko'rdim. Agar men Rasulullohning payg'ambarning sunnati bo'yicha meni ching tutib, bunda nazorat qilsang, ma xalq pura nimani nazorat qilyapti-da, yani bir xalifani. Men uning taqat qila olmayman. Payg'ambarimiz shaytondan ma'sum edi. Yani shayton unga musallat emas edi. Unga osmondan vahiy tushadi. Men bir inson, men bir kuchimning taqati ijtihodim bilan ma'mul, lekin payg'ambarga tutgan muomalani tutsanglar, men u yo'l bilan men chin menga pulanmayman deb o'zining bir kamtarligini bayon qilyapti. Ibn Sa'd Hasanul Basriyda rivoyat qilib, Abu Bakr bayat qilingan vaqtida u so'z qilib mundaq dedi: "Men bu ishqa mas'ul bo'lib qoldim, lekin men buni tad yoqtirmayman. Allohning nomi bilan qasamki, boshqanglar qilgan bo'lsanglar-chu" deb shundoq so'yinib ketdim. Bu ishni Rasululloh qilgandek qilishga majburlasanglar men qilib bo'lmayman. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh uni vahiy bilan ulug' sharaflantirgan, Alloh o'z inoyati bilan saqlagan bir ma'sum zot. Men bir inson, sizlarning ichinglardagi birisi emas, yaxshi emas sizlarning ichinglardagi. Shuning uchun menga bir o'zaro yordamda bo'lsanglar, qo'l bilsanglar, agar men bir ishni yaxshi qilsam, ergishinglar. Agar men yaxshi qilmagan vaqtimda meni shu ishni men yaxshi qilmadim deb chiroylilikcha tuzitib beringlar. Bilinglar deydi. Davom menim ancha-muncha shayton ozdirib turdi. Agar men shunday ochchig'im kelgan vaqtimda mendan yiroq ketinglar. Men sizlarning she'rlaringlar yoki odimiylikinglarga men ta'sir ko'rsatib qolmay, ya'ni ochchig'imda sizlarga men yomon gapirib qolmay yoki kayfiyatim yo'tgan vaqtida kayfiyatimni buzib solmay deb mundaqmi deganda. Endi Ibn Sa'd Xatibul Bag'dodi Ruvat Malik nomli kitobda o'rvida rivoyat qilib, mundaq deydi: Abu Bakr hamda xalif bo'lgan vaqtda kishilarga nutq so'zlab, Alloh hamdisini aytgandan keyin mundaq dedi: "Fa inni qad wallaytu amrakum va lastu bi khayrikum." Men xalifa bo'lib qoldim, ammo yaxshilar emasman. Lekin Qur'on tushgan Payg'ambar alayhissalatu vasallam sunnatlarni o'ttirib qo'ygan, biz bilganimizcha bildik. Sizlarmi bilib qolinglar. Dononing eng donosi taqvodor kishidir. Eng ojizi yomon ish qiladigan odamdir. Sizlarning eng kuchlikinglar mening nazarimda zaif ojizdir. Uning haqqini men oppagan qadar. Sizlarning eng ojizinglar mening nazarimda kuchlikdir. Uning haqqini boshqalardan yulib oppagan qadar. Ey xaloyiq, men ergash kuchi, ergizma bid'atchi emasman. Yaxshi qilsam menga qo'llab yordam beringlar. Agar yaxshi qilmagan vaqtimda meni tuzitib qo'yinglar. Men mush gapimda deyman, astagfirulloh li va lakum. Meni xutbani oxirida deyilgan so'z. Mening va butun kishilarning gunohini Alloh mag'firat qilsin deb. İmam Malik bu so'zga, Abu Bakr Siddiqninki bu so'zga ilov qilib, qo'shimcha qilib mundaq deydi: Har qanday bir ishga bosh bo'lgan odam, xalifa bo'lsin yoki hokim yoki amir yoki hech qanday bir bosh bo'lsin, bu shart asossiz bo'ladi dedi. Bu shartni o'rindalmagan yoki o'rindamagan odam hargiz bir millatga yoki bir xalqqa qat'iy bosh bo'lolmaydi deb shunaq degan. Bu yerda fikr erkinligi degandek, fikr monopollik yo'q-da, mana so'zildi. Endi hokim o'zining Mustadrak nomli kitobida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lib ketgan vaqtda Makka tavrab ketdi-da. Abu Quhab o gapni angladi. Abu Quhab Abu Bakr Siddiqninki dad esamda. Bu nima ish deb so'ragan vaqtida Rasululloh o'lib ketdi dedi. O vaqtda bu Makkadamdi, Makkadagi musulmonlar. Degandan keyin o bek ig'ir ish deb shunaqdi. Unda bo'lsa Rasululloh o'lib ketgandan keyin bu ishni kim elib mingvatdi, kim hokim, kim boshliq degan vaqtda o'g'lim dedi. Degandan keyin Abdumanab jamoati bilan
Mughira cemaati bununla qo'shildimi degan vaqt ha desa, o ey Allah, sen şərəfli qılğanını heç kişi yağı uranmaz. Sen yağı uğanını heç kişi egiz götürüp şərəfli qılanmaz deb şunaq degan. Dedi. Çünki hem de Abdümanap cemaati bilen Mughira cemaati Mekke'ninki umumyüzlik şu hakimiyet işlerini tutup gelgen bir kabile, cemaat bular. Ezelden tatip hatta Quraysh degan nom chiqqandan beri Qusay ibn Kilabninki devri Resulullah'ın o nettinci 7-8 10. boğulurda. Şu devirden tatip bu Abdümanap cemaati, Mughira cemaati şunun balları boladı da. Demek bular şu Qurayshni özünün çangılığı tutup gelgen bir cemaat bu. Bu vaqtida Qurayshlarning qolgan odamlarniki huquq tutishi, hokimiyat tutishi bu bek nadir avval. Bu shunga nihoyat bir xil hayron qilib, "Shu qo'shildimi?" deb adadi so'rayotdi. Bu yerda eng islomniki birinchi qitim hokimiyatni o'ttirib qo'ygan vaqtda, shu hokimiyatga eng yaramliq odamni o'ttirib qo'yganligi, nomzod ko'rsatdik, hamma jihatdan yaramliq. Hem İmamul Vakişe İbn Ömer, Said ibn Musayyib ve ondan başka Katarlık bir kısım kişiler tarafından sahabeler ve tabiinlarınki yol arkalık bir neçe dem rivayet kılgan demek hadisini. Abu Bekri Resulullah ölüp ketken günsi beyat kılıngan. Düşenbe günü Hicriyanın 11. yılı Rabiul Avvel ayının 12. günü düşenbe günde beyat verilgen depman. Çisla tarihini bitken. İmam Tabrani rahmetullahi aleyh Evset namlı kitabda Abdullah ibn Ömer'den rivayet kılıp Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu Resulullah'ınki mecliste bir munberde oturup bakan emez. Resulullah ölüp ketken kadar. Bu Resulullah kılgan hürmet bu. Ebu Bekir'i ottağa vaxtada bu munberde Ömer veya çıkıp oturgan emez. Yani birisinin hakkını birisi tatip aldığı işi hürmet. Yani bu ümmetin fikri kılgan hürmet bu. Hem Osman, Hazreti Osman radıyallahu anhu, Ömer radıyallahu anhu'nunki mecliste Ömer ölüp ketken kadar o munberge çıkıp söz kılıp bakmagan. Bu mesela hemmisinin özüge layık bir talantı, iktidarı var. Lekin bu yerde ümmetin fikrini, ümmetin rayını kabul kılıp, hürmet kılıp söz kılış hukuk berdigan kişiyle bir munberini haslaştırıp kılıvatında yani. Yani bu hakimiyetindeki edep ahlakları. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.